Agarda qo'lingizda 15.000 dollar pul bo'lsa, mana shu 2 xonali kvartirani bemalol oforintib olsanglar bo'ladi. O'zi narxi arzon, yana xohlasangiz subsidiyaga, xohlasangiz ipotekaga olish mumkin. Videoning oxirida tannarxini aytaman, v общем mazza qilasizlar. Planirovkasini birma-bir tushuntirib beradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan mana shunaqa ho'l, xonalar ketma-ket joylashgan, yangi remontdan chiqarilgan, hali hech kim yashamagan 2 xonali, maydoni 54 kvadrat metr. Chap qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, umumiy sanuzilni ko'rishimiz mumkin, chiroyli kafellar terilgan. Uni yonida bo'lsa, kuxnyani ko'ramiz, o'zini balkoni ham bor. Va dal suradigan bo'lsa, o'rtada bitta yotoqxona joylashgan bo'ladi va bu yoqda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Ko'rib turganlaringizda planirovkalari juda ham zo'r. Manzilimiz Sergeli Xonobod rezidens loyihasi bo'ladi. 16 etajli novostroykani 10-etajda joylashgan. Xonobod metrosigacha 800 metr masofada 5 minutda to'silib bo'ladi, metroga yaqin. Eng zo'r tarafi bu uylarimizning kadastri chiqqan. Bu eng katta plus. Ushbu kvartiramizning narxini 47.500 dollar deyapti. Boyatganimda 15.000 dollar boshlang'ich to'lov qilib, qolganini xohlasangiz subsidiya, xohlasangiz ipoteka qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz 3 xonali variantlari ham bor, ular ham arzon narxda. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa variantda uy qidirgan tanishlar bo'lsa, ularga ham tashab qo'yinglar. Agarda qo'lingizda 15.000 dollar pul bo'lsa, mana shu 2 xonali kvartirani bemalol oforintib olsanglar bo'ladi. O'zi narxi arzon, yana xohlasangiz subsidiyaga, xohlasangiz ipotekaga olish mumkin. Videoning oxirida tannarxini aytaman, v общем mazza qilasizlar. Planirovkasini birma-bir tushuntirib beradigan bo'lsam, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan mana shunaqa ho'l, xonalar ketma-ket joylashgan, yangi remontdan chiqarilgan, hali hech kim yashamagan 2 xonali, maydoni 54 kvadrat metr. Chap qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, umumiy sanuzilni ko'rishimiz mumkin, chiroyli kafellar terilgan. Uni yonida bo'lsa, kuxnyani ko'ramiz, o'zini balkoni ham bor. Va dal suradigan bo'lsa, o'rtada bitta yotoqxona joylashgan bo'ladi va bu yoqda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Ko'rib turganlaringizda planirovkalari juda ham zo'r. Manzilimiz Sergeli Xonobod rezidens loyihasi bo'ladi. 16 etajli novostroykani 10-etajda joylashgan. Xonobod metrosigacha 800 metr masofada 5 minutda to'silib bo'ladi, metroga yaqin. Eng zo'r tarafi bu uylarimizning kadastri chiqqan. Bu eng katta plus. Ushbu kvartiramizning narxini 47.500 dollar deyapti. Boyatganimda 15.000 dollar boshlang'ich to'lov qilib, qolganini xohlasangiz subsidiya, xohlasangiz ipoteka qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz 3 xonali variantlari ham bor, ular ham arzon narxda. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa variantda uy qidirgan tanishlar bo'lsa, ularga ham tashab qo'yinglar. Agarda qo'lingizda 15.000 dollar pul bo'lsa, mana shu 2 xonali kvartirani bemalol oforintib olsanglar bo'ladi. O'zi narxi arzon, yana xohlasangiz subsidiyaga